Do'stlar, men O'zbekistonda uy olib, xotin bola chaqamni olib kelaman deb 1 yildan beri harakat qilaman. O'shaning uchun o'zimga bitta sondiqcha sotib olganman, kopilka. O'shaning ichiga har doim pul solib yurdim. 1 yildan oshiq vaqt ketibdi o'sha, lekin hali ham oilamga olib kelganim yo'q. Lekin buni yorishga hozir majbur bo'lyapman. Nimaga desalaring, yana bitta biznes bo'lib qoldi. Qani hozir ichini yorib ko'ramiz, necha pul 1 yilda to'plandi ekan. Bunda hozir yordam beruvchi kariz bilan bismillah. Xullas, barakasini bersin. Buni taklab chiqish bitta ish ekan. Uje to'lib qoluvdi, yangi biznes bo'lgani uchun. Xullas, endi buni bitta taklab chiqamiz. Buni ichida nech pul borligini taxmin qilib ko'ringlar. Videoga kommentariyaga yozinglar. Agarda kimda kim, men endi o'zim ham bilmayman nech pul borligini, sanab chiqaman. Uje dollarlar ko'ryapsizlar, sanab chiqaman. Agar kimda kim topgan bo'lsa taxmin qilib, o'shanga xullas 500 ming so'm pul shotiga tashlab beraman kartasiga, bitta odamga faqat. Kommentariyaga xohlagan nimalarni yozib chiqinglar, balki to'g'ri chiqib qolishi mumkin. Do'stlarga ham jo'natib qo'yish, like bosish eslaringizdan chiqmasin. Iloyim hammaga shunaqa nimalar nasib qilsin. Xudo xolasa, bu safar uy olish nasib qilmagan bo'lsa, keyingi safar olamiz, xudo xolasa. Endi bunga bitta biznes boshlayman. Boshlagan biznesimni ko'rsataman. Keyingi videoda hammasini taklab chiqib, nech pul qancha chiqqanini ko'rsataman, ko'rib turinglar.